Seni yedingmi, chumon? Senga kelma dedim-ku. Har bir harakatimni videoga ol. Birortasini ham o'tkazib yuborma. Nega o'zini kuchli deb tutdi? Qo'liga nimalarnidir yozib ketdi. Uyda ancha tayyorgarlik ko'rgan shekilli. Deyarli hamma so'zini xato yozibdi. G'ir taqmoq eding, endi yoqimtoy yoqib oldingmi? Pakko zarba berganida og'riqlarsiz qabul qilishim kerak. Ishini yebsan, Sen Robin. Xuddi shu uslubida mag'lub bo'lgandi-ku. Qanday achinarli. Yana o'sha harakat. Buni befoyda ekanligini bilasan. Bir oy avval zarbani og'riqsiz qabul qilish texnikasi pastdagi uppercut zarbasidan qutqarmaydi. Faqatgina ahmoqlar bir harakat